Umid Vines bilan eksklyuziv suhbat qilamiz. Qaysidir sabablarga ko'ra institutni tashlab ketgan. Men institutdan foyda bo'lmaydi deb o'ylaganman. Prosmotrdan pul to'laydi-da deb kulishgan. Asosan qarindosh yaqin uzoqdagi odam kulmaydi-yu sizni ustingizdan. Qiziq bo'lgan savol, Umid Vines'ning oylik daromadi qancha? Soliqdagilar ko'radimi uyda? 2 kishi bo'lgandan bitta o'zingiz 7-8 ming. Nima e'tibor olmayman hamma narsani. Aytish kerak. O'zi biz bu proyektimiz aynan o'sha narx-navoga asoslangan. Zebo Rahimova bilan o'rtalaringda nima bor? 19 ta davlatda bor. Hozir endi rejada qaysi davlat bor? Umid Vines'ning Instagramga reklama narxi qancha? 10 ming. Anaqa qilmanglar, videoni to'liq ko'ringlar. Aynan student seriali YouTube'larda million prosmotrlar bo'lgan. Shunda ham foyda bilan chiqdik. Bir 100 milliondan sal ko'proq daromad bilan chiqildi. Xudo xolasa o'zimiz ham bitta brendga asos solamiz, ishlab chiqarish desa ham bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun taniqli bloger Umid Vines bilan eksklyuziv suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Umid Vines do'stlar, ishlaringiz yaxshimi? Hammaga salom. Vaqt ajratib kelganingiz uchun alohida rahmat. Rahmat sizlarga ham. Ijodda nima gaplar, nima yangiliklar? Ijodda yangilik shu videolavimiz, qanaqadir bir katta yangilik yo'q. Ammo o'zimizni o'tgan vayllarimizni yanada rivojlantirib, yanada nima deydi, mukammalroq qilib, qiziqarliroq qilishda davom etamiz. Shunaqa. Qadrli do'stlar, bugun taniqli bloger Umid Vines oyiga qancha daromad qiladi va bir oyda qancha pul sarflaydi va uylanganmi, yo'qmi, reklama narxlari qanchaligini birgalikda bugungi suhbat davomida bilib olamiz. Aytaman bularni. Mana shu savollarga hammasiga javob beramiz. Va ilk savolimiz, Umid Vines blogerlikdan boshqa yana nima ish bilan shug'ullanadi? Boshqa ish yo'q. Shu videolarimiz, montaj qilamiz, reklama shu. Hozircha faqat blogerlik. O'zi blogerlikka qiziqishingiz qachon boshlangan va nima sababdan? Karantin paytida boshlangan. Shu blogerlarni ko'rganman, juda yaxshi bo'lyapti. Odamlar misol uchun yaxshi izohlar qoldirishyapti. Yaxshi videolar olinyapti. Endi hozirgi darajadagi videolar olishmayapti-da. Qiziqroq edi, как televideniyadagi boshqa joyda. Mana ham davay nimaga men ololmayman deganman-da. Uyda bir tiktok olganman, yaxshi. Birinchi videom bir kunda bir 60 ming prosmotr yoqqanda. TikTok shunaqa edi-yu, taqib ketib qoladi. Demak, birinchi Vine'larni TikTokka joylagan. Ha, TikTokdan boshlaganman men. Birinchisi 60 ming ketgandan keyin men to'xta deganman, u juda bir gap bor. Chunki 100 tadan ko'p izohda bu endi motivatsiyada 100 tadan ko'p izoh bu dahshatda bu o'sha payt uchun. Keyin men davay qilish kerak deb ikkinchi, uchinchilarni olganman, juda yemagan. Nimadir netto deganman. Shu bilan qolib ketgan, karantin tugash arafasida sekin o'sha odamlar ko'chaga chiqib, erkinroq bo'layotgan payti keyin yana qaytadan o'sha bo'ldi, hamma ishni yig'ishtiraman, shu blogerlikni qilaman, chunki boya ozgina umid uchqunlari bo'lgan-ku, qilaman onasini emsin deganman. Boshlaganman, o'sha u ham karantin endi tugayman deb qolgan paytlar. Endi ish ham bo'lgan, blogerlik ham bo'lgan, baribir faqat blogerlikni olib keta olmaganman, chunki daromad yo'q. Shunaqa qilib 1 yil yurganman, keyin 2021-yildan boshlaganman. Bu ko'pchilikka qiziq, aynan o'sha blogerlik boshlaganingizda daromad bo'lmagan deyapsiz. Asosan qayerlardan daromad qilgansiz? Ishlaganman. Qayerlarda? Xo'p, firmada ishlaganman. Misol uchun, undan tashqari yana qayerda ishlagandim men. Bozorda ishlaganman. Bozorda ishlaganman, shunaqa. Bu ko'pchilikka sir, lekin buni o'zim bilaman. Umid Vines institutda o'qigan, ammo qaysidir sabablarga ko'ra institutni tashlab ketgan. Men institutdan foyda bo'lmaydi deb o'ylaganman. Xullas, men O'zbekiston san'at madaniyat institutini tashlab ketganman. Sabab men o'tdan nimadir kimdir bo'lib chiqaman deb o'ylamaganman. Balki boshqada chiqardim, men o'zimni ko'zim yetmagan, chunki o'tdan misol uchun boshqaruv yo'nalishdan chiqsam, qanaqadir madaniyat markaziga borib ishlashim mumkin bo'lgan. Men uni xohlamaganman. Men undan ko'ra blogerlik qilaman. Men shu blogerlikdan nimadir chiqadi deb ko'zim yetgan, shuning uchun ikkilanib ham o'tirmaganman. Endi uydagilar qarshi bo'lishgan, yon atrofdagilar jinnimizdan ham deyishgan. Hammani gapiga quloq solmasdan
Men quloq solmasdan ketaverganman. Ha. Institutda qancha vaqt o'qigansiz o'zi? Xo'p, birinchi kurs 6 oy o'qiganman. Ha, 6 oy o'qigansiz, Ha. keyin tashlab ketgansiz. Ha, ikkinchi kurs shuna borganman, bir 15 kun o'qiganman, yo, baribir to'g'ri kelmas ekan deb ketganman. Chunki o'zi ikkinchi kurs borganimda ham o'sha muammo bo'lib turadi, sani o'qishdan baribir birinchi kurs, ikkinchi kurs anaqa, nima deydi, boshqatdan o'qiysan, foydasi yo'q deyishdi, chunki yanvarda boshlangan ikkinchi kurs. Ha. Sen baribir ikkinchi kurs boshqatdan o'qiysan, onlayn umuman o'qimagansan. Men onlayn platformani skachat ham qilmaganman. Nima edi o'zi u? Onlayn platforma bo'lgan-ki, institut payti. Ha. Nomi nima edi? Modul tizim. Ha, ana shuni Modul skachat ham tizim. qilmaganman. Ha. Skachat qilinadigan narsamidi o'zi u? Shunga Ana shu o'xshash. kirmaganman, registratsiya ham qilmaganman, nimaligini ham bilmasdim. Keyin shuni institutga borsam, siz hayda olasiz deyishgan. Yo, men haydalmayman, men ketaman deganman. Mana shu blogerlikni boshlaganingizda baribir hammaga o'sha vaqtlar bloger bo'lish g'alati holat edi. Ya'ni o'shanda ustingizdan kulganlar bo'lganmi? Nima uchun rasmiy gapiradi bu? O'zi nima bo'lganding? Yo'q, o'sha Ha, ustingizdan kulganlar bo'lganmi? Bo'lgan. Gapiring o'sha. Xo'p, qanaqa bo'lgan? Misol uchun, boshida karantin paytlarida qarindoshlarim kulgan. Ha, endi aktyor bo'lasan dedi, unaqa bo'lasan-da, keyin nima qilasan? Qanaqa pul topasan bundan? Prosmotrdan pul to'laydi-da, deb kulishgan. Asosan qarindoshlar. Asosan qarindosh yaqin, uzoqdagi odam kulmaydi-yu sizni ustingizdan. Bizda shunaqa, yo'q, begona odam siz ustingizdan kulmaydi, faqat shu yaqinlaringiz, sizni tanigan odamlar siz ustingizdan kuladi. Shunaqa bo'lgan, ya'ni nima bo'ladi endi? Bloger ukitasi endi. Ismingiz nima edi? Vine ismi nima edi? Birinchi bo'lib qaysi blogerlar bilan birga ijod qilgansiz? Birinchi bo'lib Komol Qahhorov, Javohir O'z bilan birga video olganmiz. Ha, ular bilan boshlagansiz. Yo, endi bitta ikkita video olingan Komol bilan, Javohir bilan birga ko'p. 20-30 talab talish ketaverganmiz. Hozirgacha ijod qilasiz ular bilan. Javohir bilan ijod, Javohir o'z Vine yig'ishtirib qo'ygan, no salom aligimiz hozirgacha qalin, yaxshi biza. Biz bilamiz, sizni ko'pchilik Zebo Rahimova bilan birga videolarda ko'rgan. Aynan u bilan video olishni kim taklif qilgan? Bu taklif kimdan chiqqan o'zi? Sizdanmi? 2022-yil yozda edi, men aytganman. Bitta video olishim kerak edi. No, to'g'risi boshqa qiz kelishi kerak edi, kelmay qolganda. Men endi buni sekin bildirmasdan Zeboga olsak bo'ladimi deganman. Zebo xo'p degan. Qo'ygan biza, keyin kollaboratsiya qo'yaylik deb qo'ygan Zebo. Kollaboratsiya o'tgan lekin. Keyin shu bilan kollaboratsiya qo'ygan biza video. O'sha paytda 400 mingmi shunaqa ketganda, bu yaxshi hisoblanardi. Hozirgi 2 million prosmotrlar qanaqa yaxshi, yo'q, shunaqa hisoblanadi. Keyin dalish olib ketganmiz. Keyin hozirgacha davom etib kelyapti. Da, shunaqa. Hammaga qiziq bo'lgan savol, Umid Vines'ning oylik daromadi qancha? Soliqdagilar ko'radimi video? Yo'q, ko'rmaydim. buni o'zimizni oddiy xalq ko'radi. Ichida bo'ladi deb baba. Bemalol. Hazil bizda hammasi qonuniy, bizda hech qanaqa misol uchun bizda nalog to'lab, nima soliqlarni to'lab ishlaydigan odamlar biza. Shu oyiga o'rtacha shu $1000 topamiz. Yo'q, qog'ozga o'ramang-da, aniq ayting. 1,5 ming topamiz-da. 1,5. Ha. Bitta o'zingiz. Ha? Qancha oyiga rasxod qancha? Rasxod shu 50-60 million. Yo'q, hazil. Endi oylik daromad endi 7-8 mingcha bor. Sizlardan yashirmayman, mayli. Oyiga 7-8 ming. 2 kishi bo'lgandan bitta o'zingiz 7-8 ming. Aldonman, prosta hayb bo'lsin deyapman. Aha, 7-8 ming. Rasxodlar oyiga shu 10 million, 5 million atrofida. Rasxod. Vine olganda bitta Vine'ga qancha rasxod ketadi yoki rasxod ketmaydimi? Ketadi. Qancha rasxod? O'rtacha $300-400 ketadi. Bitta Vine'ga. Men o'rtachasini aytdim. Shunaqa Vine'larimiz bor, 200-300 ming ham ketmaydi. Lekin shunaqa videolar bor, $600-700 ketadi. Shunga o'rtacha $300 bor. Ki daromad hazillashdim bolalar 2,5-3 ming atrofida. 2,5-3 ming. O'z qaysi gapga ishonishni ham bilmay qoldim. 2,5-3 ming daromad, $1000 cha xarajat. Oyiga sof foyda shunda qancha qolyapti? Bir 2 mingcha qolyapti. 2 ming atrofida. 2 ming, 1,5 ming foydamiz bor. Bu yaxshi. Yaxshi. Bo'ladi endi. Shu vaqtgacha o'sha reklamalardan eng qimmat qaysi reklama olgansiz? Eng qimmat reklama. O'zimnikimi? Endi biz ko'proq Zeboni profiliga ishlaymiz-ku.
Xo'p, birga olganlaringiz. Birga olganimiz. Mashina nima sababdan birga Hozir. guruhlik ishlashi? Hozir. Qanaqa bo'lishi? Hozir. Ketamiz. Shuni narsa olay, mayli. Shuni ko'ring, ha. Kamera ortidan mana. Olib, seni kadrga bo'laman. Davay. Olaverasizlar. Hali ham shu odat qolmadi. Menga hozir Kinder bilan Nesquik olib kelishdi shunga. Hali ham shu odat qolmadi. Kayfiyatim ancha ko'tarildi. Davay endi. O'sha joydamizmi? Qaysi joyga keldik? Aziz kuzatuvchilar, hozir Umid Wines'ga sovg'a berib ketishdi. O'shaning uchun hozir kayfiyati vobshe maksimal darajaga ko'tarildi. Endi narx-navolar bemalol portlatib aytaverasiz. Yo, o'sha 2,5-3 ming topamiz. Topaman oyga o'zim, $1000 xarajatim bor. Zebo Rahimov bilan birga video ishlaganingizda eng qimmat reklamalaringiz nechta bo'lgan? Endi eng qimmati 6 oylik shartnoma bo'lgan. 6 oylik. 20 ming oyga olinganda. 6 oyga 20 ming. Shunaqa. Ha. Nima e'tiboryapman hamma narsani. Aytish kerak. O'zi biz bu proyektimiz aynan o'sha narx-navoga asoslangan. Yurtdoshlarimizga asosan Umid Wines'ni daromadlari qiziq. O'shaning uchun. Shunaqa 6 oyga bo'lib bergan tushunishinglar bo'yicha. Ha, o'shanga hech qanchadan tushmaydi oyiga. Ikki kishi o'rtasida olingan vayn bo'lgandan keyin daromadni qanaqa bo'lasizlar? Teng bo'lamiz. Ha, mana xuddi Zebo ham shuncha pul topadi-da. Oyiga 1,5 ming. Shuni topadi. 1,5 ming. Men qancha topsam, men shuncha topadi. Chunki bizda teng bo'linadi-yu. Shunaqa. Alohida ijodlar ham bormi? Alohida olingan. Alohida hech nima yo'q. Hammasi birga. Birgalikda. Hammasi birga. Yurtdoshlarimizga qiziq, o'zim ham qiziqib ketyapman. O'sha mashhur bloger Zebo Rahimova bilan o'rtalaringda nima bor? Qanday munosabat bor? Balki yaqin kunlarda to'y bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, unaqa munosabatlar yo'q. Chunki kommentlar juda ko'pini o'qidim. Endi kommentlar u odamlar o'zini xohlagan narsasini yozaveradi. Siz u narsaga nima qarshilik yoki boshqa narsa cheklov qo'ya olmaysiz. Odamlar bilan er-xotin davoraveradi, bular tanisham deydi. Kimdir aytgan, aka singil bo'ladi deb ham yozgan kommentlar bor. Ya lekin mossizlarda, Ya endi gap moslik, u tashqaridan shunaqa ko'rinishi mumkin. Qayerdan bilasiz? Biz har kun urusharmiz mavjud. Demak, o'rtada sevgi, muhabbat yo'q. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Ko'zimdan bilinib turibdi, qarang. Xo'p, to'y qachon? Umid Wines qachon uylanadi? Hali yosh biz ham, hali ozgina pul ishlaylik. 26 ga kiryapti. 24 ga to'lyapman. Ha, 24 mi? Ha, 24 ga to'lyapman. Xudo xolasa endi ozgina yana qidiryapman o'z baxtimni. Sekin chiqib qolsa birorta qiz ko'nglimga yoqqani o'ylanaman. Hozir yo'q, hozir plan Agar yo'q. chiqib qolsa kuzga to'y bo'lib ketishi ham mumkin. Yo'q, lekin o'shanda ham baribir keyingi yil, undan keyingi yillarga qoladi. Bu yil emas, 2025 to'y bo'lmaydi. Keyingi yillarga. Xudo xolasa. Umid Wines qanday mashinada yuradi? Kia K5 da yuraman. Qachon olgansiz? 1 yildan oshdi, 2023 dekabrda oldim. 1 yil u 4-5 oy bo'ldi-da, 1,5 yil bo'ldi. Xo'sh, Qanchaga olgansiz? 33 mingdan qimmat, 34 ming pashti, 34 mingga tushgan. Endi yana almashtirish niyat bormi yoki uni sotmasdan boshqa mashina olish? Ana qattiq o'ylamayman mashina haqida. Yangi olmoqchi bo'lgan mashinam bor edi. Короче, Mercedes-Benz GLA 63 AMG Coupe. No, atmen bo'lib qoldi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra yoki 2 olaman deb yurdim, atmen qildim. Hozircha mashina temasida hech qanaqa yangilik qilmoqchi emasman. Agar yil oxirida bo'lmasa, hali buyon mashinada yangilik qilmayman. Bu ko'pchilikka qiziq, Umid Wines o'zi qayerda tug'ilgan o'zi? Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Bolalik qanday o'tgan? Bolalik yaxshi o'tgan. O'z bolaligim o'sha Qashqadaryoda o'tgan, keyin sirazi 15 yoshimda Toshkentga kelganman. 15 yosh. Ha, bolalik bizda qishloqda endi qiziq bo'lardi. Misol uchun zo'r o'tardi-da. Qanaqa misol uchun? Nimalar qilgansiz? O'sha eshak minganmisiz? Qo'y boqqanmisiz? Albatta eshak minmaganman. Qo'y ham boqmaganman. Mol ham boqmaganman. Zo'r yashagan ekanman. Yaxshi yashagan ekanman. Yo'q, endi bizani mana uzumzorimiz bo'lardi. Uydagilar ishlardi. Men ham ishlardim. Qiziq joyi shunda. Ha, shu o't o'rardim. Bumlar lekin sigirlari bo'lgan, men boqmaganman. O't o'rib olib berardim lekin. Ancha boqib, ana qaramagan bo'lsam ham,
Ermakka tako motorib olib borib berganman. Eshak-peshaklar unaqa narsalar bo'lmagan, chunki o'z hovlimiz kichkina edi. Ertalab turib maktabga borib, obeddan keyin kechga yaqin mahallaga futbolga chiqardim. O'sha futbol o'ynardim, shom bo'lardi, svit o'chardi. Hayotingizdagi eng qiynalgan vaqtingiz haqida gapirsangiz, qachon eng qiynalgan kuningizni eslay olasizmi? Eslay olasizmi? Kunim bo'lmagan, o'sha qanaqadir vaqt deb oladigan bo'lsa, shu ana blogerlikda endi ishlarimni tashlab blogerlikka o'tgan paytimda qiynalganman, chunki pul keladigan joy bo'lmagan, hammani gap so'zi, ana ruhiy bosim bo'ladi-yu, shu narsa qiynaganda, ana endi u ham endi любой erkak kishini hayotida baribir qiyinchilik bo'ladi, u jan nolish kerak emas, shunchaki shu paytda ozgina muammolarga duch kelganman shu. Siz bilan suhbat qilishdan oldin ancha sizni hayotingizni ko'rdim, kuzatdim Instagramlaringizni. Kuzatishlarim shuni bildirdiki, juda ham ko'p sayohatga chiqqan ekansiz. Bunga sabab nima? Bu shunchaki yoki Instagram uchunmi yoki o'zingiz yoqtirasizmi, nima bu o'zi? Instagram uchun emas. Endi Instagramga ham video olamiz borganga yarasha, chunki bu bizning ishimiz. Bu ham qaysidir ma'noda ishimizga foyda beradi. Lekin birinchi o'rindagi maqsad men hayotdan nima deydi, zavq olish uchun. Chunki men shu joyda maqtab ketaman, ichmayman, chakmayman, diskotekalarga bormaganman-da, narkotik, nikotin, alkogol yo'q menda. Tana toza, kirish. Shuni hisobiga odam nimadandir zavq olish kerak. Men sayohatdan zavq olaman. Asosiy sabab shu. Asosiy Nechta davlatga chiqqansiz? Sanash kerak, bilmadim. Nechtalar? Birinchisi Saudiyaga borganman. Ikkinchisi Birlashgan Arab Amirliklari. Uchinchisi xo'p Italiya, 4 Vatikan, 5 San Marino, 6 Shveysariya, 7 Germaniya, 8 Gollandiya, 9 Belgiya, 10 Luksemburg, 11 Avstriya, 12 Fransiya, 13 Monako, 14 Ispaniya, 15 Finlandiya, 16 Qirg'iziston, 17 Qozog'iston, 18 Tatariston, 19 Rossiya. 19 ta ekan. 19 ta davlatga borgansiz. Hozir endi rejada qaysi davlat bor yaqin kunlarda? Yaponiyaga borish niyat bor. O'zi elchixonaga pasportlar topshirilgan. Xudo xolasa 30-ga boraman. Javobi yaxshi chiqsa Yaponiyaga go. Agar sizga 2 soat davomida suhbatlashish imkoni berilganda kim bilan suhbatlashgan bo'lardingiz 2 soat? Payg'ambarimiz bilan bo'lishi mumkin edi deb o'ylayman. Agar suhbatlashish imkoni bo'lganda. Imkoni bo'lgan endi. Niyat endi so'raganingizga aytdim, nasib qilgan ekan. Umid Wines yoqtiradigan, mazza qilib vaynlarni ko'radigan 3 ta bloger. Mazza qilib ko'radiganimmi? O'zingiz yoqtiradiganingiz 3 ta. Shu Jazjan. G'olib. Kanu Magic City'da yuradigan bolalar. Opshiy qilib aytganda. Yo, serios. Bo'pti, xo'p. Siz men Tyson Jazjan. Nimasi kulgili? Yes. Yo'q, mana qarang, men rostdan Tysonni ovozlari yoqadi. Hazillashdim. Yo'q, men Tysonni anaqa ovozlari chiqib qoladi oldimdan, sizda ham ko'raman, Jazjanni kuzatmayman. Bu prosta hazil. Xo'p, rostdan qilib aytadigan bo'lsam, kim? Albatta Zebo Rahimova, Umid Wines. Inshaalloh ikkalasi billosiz o'rin. Ikkalasi birga. Yo'q, hazil. Xo'p, Mittimi jamoasi bilan deylik. Mittimi jamoasi bilan hozirgi kundagi Qodir Tolipov videolari, uchinchisi Mo'min Life. Mo'min Life uchalasi. Ha. Eng yoqtirmaydigan vaynerlar ismlar. Men yoqtirmaydiganim yo'q, men hammaga pozitivniy zo'r deyman. Yomon ko'radiganim bor, endi uni aytmayman. Kim o'sha yomon ko'radi? Siz? Nima bor? Reklama narxingizni bilsak bo'ladimi? Samarqandga yangi kiyim do'koni ochdik ekan, nechi? Az qo'yliqqa o'tganman. Az qo'yliqqa o'tibdi. Mabodo bloger adminlari agar qo'yliqdan reklamasi admin qizilni bosinglar. Qadrli do'stlar va nihoyat narx-navoga yetib keldik. Umid Wines ning Instagramga reklama narxi qancha? 10 ming. Stories? $600. Stories $600. Post $3000. Ana qorafon qo'yasizlar-yu boshiga, o'shanga 10 ming deb berdim-da. Ha.
bilaman-da shunaqa qilishinglar o'shanga. Sizlarni ham og'ir emasda aytib qo'yaverdim. Yolg'on, boshini ko'rib anaqa qilmanglar, videoni to'liq ko'ringlar. Bu joylar qirqiladi, to'xtab turing. Shunisi yomon-da intervyuni. Bilishimiz bo'yicha, aynan Student seriali YouTube'larda million prosmotrlar bo'lgan. Ha, bo'lgan. Aynan bu serialni siz olgansiz. Bunga olishdan maqsad nima bo'lgan o'zi? Bu serialni olishdan. Bunaqa narsada rivojlanish xohlaganmiz. Vine'da qotib qolmaslik uchun serial olganman. Da, o'sha 8 milliondan ham oshib ketgan hozir birinchi qismi. O'rtacha hisobda har bitta qism 5-6 million deb hisoblasak bo'ladi. Bu yaxshi natija. Shu rivojlanish uchun, yangilik qilish uchun olingan. No, ko'ngildagidek 100% chiqmadi. No, yomon ham chiqmadi deb o'ylayman. Hozirgacha nechta qism olingan? 10 ta. 10 ta qism. 11 ta. Mana shu 11 ta qismga qancha xarajat qilgansiz? O'sha paytdagi hisob kitobimiz bo'yicha 22 ming dollar atrofida pul ketgan. Negaligini ham tushuntiraman. O'zi aslida unaqa ko'p ketish kerak emas edi. Juda ham uzoq muddatga serial cho'zilib ketgan. Qancha ko'p uzoq muddat bo'lgandan keyin biza arendaga olgan. Uy deysizmi, kamera deysizmi? Chunki biza kamerani kunlik olmaganmiz-da, bitta qilib olganmiz. Aktyorlar deysizmi, ularni ham kunligiga pul to'langanda, cho'zilib o'sha aniq muddatga gaplashilgan. Katta xarajat bo'lib ketib qolgan. Bu serial sizga qancha daromad keltirdi? Shunda ham foyda bilan chiqdik. Bir 100 milliondan sal ko'proq daromad bilan chiqildi deya. O'sha hisobda. Serialdan, ha? Uni ham nalog soliqlari to'langan. Ulardan tashqari sof foyda. Sof foyda 100 million atrofida bo'ldi. 100 milliondan sal oshdi. Chunki monetizatsiya bo'ldi, orada keyinchalik reklama qo'shildi. Sotdik 30 mingdan ko'proq odamga 10 ming so'mdan. Shular bilan hisoblaganda opchi hisobda 100-110 million atrofida foyda bo'ldi. Foyda bo'ldi. Bu serialni davomini biz kutishimiz kerakmi yo? Yo'q, bu serialning davomini kutish shart emas. O'sha sostav bilan, o'sha sostavdagi yaxshi yutuqqa erishgan aktyorlar chiqdi-yu mana endi. Ba'zilari yo'q bo'lib ketdi, ba'zilari chiqdi. Shular bilan yana nimadir proyekt qilishimiz mumkin serial. Lekin imindi studenti davomi chiqmaydi. Keling, buni kuzatuvchilarimizga qoldiramiz. Kommentlarda agar davomini so'rashsa, imkoni bormi agar? Qarang, agar student mavzusida yana kontent qilishimiz mumkin yoki serial qilishimiz mumkin, uning davomi bo'lib chiqmaydi. Alohida tugallangan. Student tragediya bilan yakunlangan. Alohida serial bo'ladi. Kommentlarda xohlovchilar yozib qoldirsa. Yozinglar yoki taklif beringlar, fikringizni aytinglar. Nima yozsanglar yozinglar. G'olib yomonlasanglar ham bo'ladi. Rahmat. Yaqin 10 yilda qanday rejalar bor? Yaqin 10 yilda, xo'p, yaqin 3-4 oy ichida bitta biznes yo'lga qo'yamiz. 1 oyda ichida ekan daji. Chunki o'sha hamma narsani qilib bo'ldik. Xudo xolasa o'zimiz ham bitta brendga asos solamiz, ishlab chiqarish desa ham bo'ladi. Xo'p, u biznes yil oxirigacha yana bitta biznes qilish plan bor ichda. Yana daraxt davom etishga keladigan bo'lsak, serial va kinolar olish. Vine sohasida ham, misol uchun, buni ham rivojlantirib, kuchaytirish, misol uchun, o'sha videolarimiz 4-5 minutlik bo'lib ketyapti, ko'rgan bo'lsanglar. Shularni yanada takomillashtirish niyat bor. Muxlislarga ikki og'iz tilaklar. Bizani kuzatadiganlarga rahmat. Boringlarga shukr. Doim qo'llab-quvvatlanglar. Biz qo'limizdan kelgancha doim sizlarga yaxshi videolar, yaxshi kontentlar chiqarishga harakat qilamiz va doim harakatda bilasizlar, biz hype yoki nimadir qilmaymiz. Bizda toza ijod va mana shu ijodimizni davom ettiramiz. Doim xursand bo'lib, kulib yurishinglarni, o'zingizlar o'ylagan niyatga erishishinglarni tilab qolaman. Sizlar bilan bugun Umid Wines'ni shaxsan o'zlari bo'ldi. Alohida tashakkur. Rahmat sizlarga ham kelganingiz uchun. Baraka topinglar, taklif uchun alohida rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.